Uchxonaga Sergeli Xonobod Beruniy mahallaga kelganman. Shu yerda ustotu 5 ta xona bir bu korobkani qurgan odam bir Amerikadan penthouse'larda yashagan ekan, tipi shunaqa qilib quribdi mana. Mana bu yerda shundan o'zi ko'tarilgan darvozani qo'yasizlar, mashinani qo'yib ichkaridan kirib ketaverasizlar. Mana bu yoqda mana alohida xod qilib qo'ygan. Mana bundoq kirganinglarda, xo'sh, mana bu yog'imizni bitta spalniyaga mo'ljallagan. Xo'sh, mana bu yog'imiz общий birinchi qavat sanuzeli. Mana bu yoq ikkinchi, uchinchi qavatga chiqadigan kotelniy xona. Mana bu yerda mana oshxona, mana bu yog'ini o'tiradigan joy qilgan. Mana hollari ham bor mana. Hovlisini qaranglar. Mana hollari ham katta. Etagiga xohlasanglar, xohlagan basseyn, letniy kuxna hammasini qilsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat, mana ikkinchi qavatga chiqdik. Mana bu yerda bunaqa ochuv terrasa ham qilib qo'yishibdi. Xo'p, mana bu yog'imizda bitta spalniy xona. Ko'rsatur. Xo'p, mana bu yoq sanuzel. Ikkinchi qavatniki. Mana bu yoqda mana ikkita xonalar bor. Santexnikalarni qilib qo'yishgan, romlarni qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda ham bitta xona bor. Xo'sh, buni tepasi, mana tepaga chiqasizlar, katta terrasa qilib qo'yilgan, bemalol ham yon tomosha qilib o'tirasizlar. Xullas, Sergeli Xonobod, Beruniy mahalla. 3 sotu 5 ta xona, narxi 81 ming bo'lib ketdi. Tamom.